أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد Assalamu alaikum qarindoshlar. Biz bugün hadis ko'rsatmalar darsimizning 67. dersini o'qiymiz. Dersimizning mavzusi Quyosh va Oy. Ya'ni qiyomat kunida Quyoshning ahvoli qanday bo'ladi, oyning ahvoli qanday bo'ladi degan haqda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamningki bir hadisni ko'rib o'tamiz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشمس والقمر مكوران يوم القيامة. Abi Hurayra radhiyallahu anhudan bayon qilingan hadisda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundoq degan: Quyosh va oy qiyomat kuni mushu o'tqa tashlanadi, o'tqa kirgiziladi deydi. Yine Abi Hurayradan bo'lgan yana bir rivoyatda, yana bir hadisda Quyosh va oy qiyomat kuni o'tqa tashlanadigan, o'tqa kirgiziladigan ikki dona planet deb rivoyat kelgan. Ash-shams val qamar sawran mukawwaran fin-nar yawm al-qiyamah degan. Yana bu hadisda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aql bilan bilinmaydigan g'aybiy ishlardan xabar beryapti. Yani müminning mana shunday ishlarga aql bilan bilinmayotgan ishlarga ishonish, uni tasdiqlash, uning taslim bo'lish mu'min uchun vojib bo'ladi. Chunki g'aybga ishonish iymonning rostligini bayon qilishning, iymonning mustahkamligini bayon qilish uchun eng muhim bir holat bo'ladi. Eng muhim bir Kural bu g'aybga ishonish, iymonimizning mustahkamligini bayon qilishning eng muhim quroli shu. Endi bu hadisda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Quyosh va oyning qiyomat kuni nuri ketgan holatda ikkisi bir yerga jo'g'linib, u o'tqa tashlanadiganligini bizga xabar berdi. Endi biz bu zodi Quyosh bilan oy nima uchun o'tqa tashlanadi? Zodi buning o'tqa tashlanishining sababi nima? Yani bu o'tqa tashlanishi Quyosh bilan oy o'tda azoblanish uchun, jahannamda jazolanish uchun o'tqa tashlanamdi degan savollar keladiki, yo'q. Buningga javobimiz shudurki, Quyosh va oy bu jahannamga kirgizilgan chog'da, do'zaxga kirgizilgan chog'da o't bilan azoblanmaydi. Uning o't bilan azoblanadigan hech qanday bir gunoh yo'q. Shu bu savol asla qo'yilmaydi. Anda o nima kirgiziladi degan chunki Quyosh bilan oy amaliyotda xuddi hayoti dunyoda ma'lum ishga bo'ysundirilgan. Masalan, Quyosh mashriqdan chiqib mag'ribga petish va zaminni isitish, shuningdek nurg'un biz biladigan va biz bilmaydigan nurg'un vazifalarni bilan vazifalantirilgan, shuning buyurilgan bir planet. Oymu hem şunda oyning nurg'un bir Allah urlaştırılgan vazifesi var. Hem de dünyada bu şundaq vazife urlaştırılgandek ahiretde mi o ma'lum ish uchun do'zaxga bo'ysunduruldi. Eşeğin musahhar qildirildi. Xuddi o'tga o'xshash. Masalan, jahannamni Allohning bir mahluqoti. Ana o kafirlarni azoblash uchun shu qiyomat kuni bo'ysundirilgandek, shuningga buyurilganga o'xshash ma'lum bir ishga buyurilgan bo'ladi. O hergizmi do'zaxga kirganligi uni azoblash yoki uning bir jazolash nuqtasidan bo'lmaydi. Ikkinchisi, Quyosh bilan oyning jahannamga tashlanishi u ikkisi uchun azob emas. Uni jazolash nuqtasidan kirgizilmaydi. Lekin u Quyosh bilan oyga dunyoda ibodat qilgan kishilarning ibodatining botilligini shu ibodat qiluvchilarga bildirish uchun Quyosh va oyni iloh tutib, Quyosh bilan oyga ibodat qilgan kishilarga bu ibadatining batil ibodat ekanligini ularga bildirish uchun dunyoda shu Quyoshga ibodat qilgan kishilarni texmi ayiblash, texmi ularni qetish, ularni texmi bir ish so'kash maqsad qilinib nimaga do'zaxga Quyosh bilan oy kirgiziladi. Shu bu nuqtadan Ibn Rajab rahimahullah deydi ki
quyosh bilan ay cehennemge kirgizildi. Bu ikkisi kirgizilib cehennemning yiqilg'ularining qatoridan bo'ldi. Xuddi cehennemde insonlar yiqilg'i bo'lgandek, toshlar yiqilg'i bo'lgandek, quyosh bilan aymi cehennemga kirgan, cehennemga loyiq bo'lib, dozatda azonishga loyiq bo'lgan kishilarni azoblash uchun kuldan yiqilg'i bo'ladi. Nima ishga yiqilg'i bo'ladi desa, quyoshga Allohni qo'yib, quyoshni ayga ibodat qilgan kishilarni texmi so'kash nuqtasini siz ibodat qilgan ilohingiz amaliyotda sizni ko'ydirilgan yiqilg'i bo'ladi deganni bildirish uchun şu cehennemge kirgizildi deb bunday sharhi bergan. Endi üçüncü bir qarashda quyosh bilan oyning cehennemge kirgizilganligi bu ikkisini azoblashni kirgizilganligini o ikkisini azoblash lozim kelmaydi. Cehennemge kirganligidan narsa azoblanmaydi. Agar cehennemde cehennem kirgan raqamda narsa azoblanadi deb olsak, unda da cehennemge muvakkal bo'lgan firishtalar va bularni azoblanmaydi. Xuddi cehennemde Allah uchun masalan firishtalar var, taşlar var. Bu azaplanmaydı. Lekin cehennemge azaplanışga loyiq bo'lgan kishilarni jazolash uchun kirgizilgandek, bu mu mana bu shu nuqtadan cehennemge kirgizilgan deb qaraladi. Endi darsimizni xulosalaydigan bo'lsak, quyosh bilan ay qiyomat kuni o'tga tashlanadigan ikki dona planet. Yine quyoshning qiyomat kunining ahvoli biz o'ylagandek bo'lmaydiganligini bu hadisdan ko'ra olamiz. Va oxir da'vana alhamdulillahi robbil alamin.